Bozorda bir bolaga ko'zim tushdi. Ortidan kuzatdim. Yig'lab yuklarni tashiyotganiga hayron bo'lib yoniga bordim. Chetga o'tirib tushlik qilayotgandi. Nima yeyapsan Abidga hozir? Non bilan bodring yeyapsanmi? Ishonasizmi? Shu payt azon ovozi eshitildi. Allohga nido qildim. Ey Alloh, bu bolani menga bejizga yubormading-a, dedim-da ko'zimdagi yoshni to'xtata olmadim. Isming nima? Abdulloh. Abdulloh. Nima yig'layapsan? Kerak, tuzatish kerak dadamni. Mashinamga chiqardim. Uyga olib borishni so'radim. Borsam eski uy, ota xasta, to'rt devor orasida g'amgin holatda yotibdi. Dadajon, nechun kerak o'zini topaman dedi. Siz yashash kerak menga. Men o'lishdan qo'rqmayman, bolalarim yetim qolishidan qo'rqaman xolos. Shu. Tumasak yordamlar. Men chidolmadim. Og'riqli so'zlar ichimni tilka pora qildi. Shu payt ularni kasalligi bo'yicha ma'lumotlarni oldim. O'zbekistonda ushbu jigar xastaligiga davo yo'q ekan, lekin Hindistondagi vrachlar 90-95% tuzalib ketishlariga umid bag'ishladi. Tuzalish uchun 20 ming AQSh dollar kerak ekan. Endi savol: biz shu insonni tuzalishiga sababchi bo'la olamizmi? Azizlar, Alloh uchun shu bola yetim qolmasligi uchun, bir insonga yangi hayot tuhfa qilish uchun birlashaylik. Ehson qiling, videoni yaqinlaringizga jo'nating, like bosing, izoh yozing. Biz birlasha olsak bir insonni hayotini qutqarib qolamiz.